hech kim tanimagan, jamiyatda bir mavqega ega bo'lmagan bir faqir kishi bo'lsa, aytamizki, birodar, ilm eshiklari sening uchun ochiq. Agar ilm eshigiga o'zingni ursang, albatta senga bir manzilat ham, martaba ham, hurmat ham, e'tibor ham keladi. Kimdir Alloh taolo nasl nasab bilan erkalatib qo'ygan bo'ladi. Ota-bobosi falonchilar bo'ladi. Kimgadir Alloh taolo mol davlat beradi, shu bilan boshqalardan ajralib turadi. Kimdadir bu narsalar bo'lmaydi. Ammo mana shu narsalarga ega bo'lmagan, bu narsalar bilan agar Alloh erkalatmagan bo'lsa, oddiy odam bo'lsak, ilm o'rgansak, farzandlarimizga ilm o'rgatsak, ularning mavqeini ko'tarilishiga biz yordam bergan bo'lamiz. Hamma zamonda, hamma makonda, dunyoning hamma burchagida katta qarorlar, katta yechimlar ulamolarning maslahatisiz bo'lmaydi, birodarlar. Agar inson ilmga bo'lgan intilishini, ilmga bo'lgan rag'batini tark qilsa, o'zini insoniylik martabasidan pasayib qoladi. Chunki boshqa mahluqotlarga berilmagan bitta meza deyiladi arab tilida. Ajratib turadigan narsa ham ilmga bo'lgan intilish. Ukalar, tushuninglar, ilm o'qisak oliy bo'lamiz, dunyo va oxiratda. Agar tirikchilik bilan olib qolsak, bu ham yaxshi. Lekin boyaga aytayotgan martaba manzilat degansiga yetmaymiz. Bu ummat qachon tushib ketdi pastga? Ilm ma'rifatga e'tibor bermay qo'ygandan keyin. Uyi bor, mashinasi bor, tilchi ketyapti, nima keragi bor? Qo'y, tirikchiligini qilib yuraver deb turib ilmdan qaytargandan keyin shu holatga tushib qoldik. Birodarlar, o'tkir zehn. Bu Alloh azza va jalla bandasiga beradigan ulug' ne'mat. Mana hozir juda bir muhim narsani aytaman, diqqat qilib turinglar. Biz avval yashab o'tgan bu ummatning ulug' kishilarining hayotini o'qib o'rganar ekanmiz, ularni erishgan natijalarini ko'rib turib, aqllarimiz lol qoladi. Qanday qilib shu narsaga ulgurgan ekan? Masalan, Imom Buxoriyning hayotini o'rgansak, bu kishi o'qib, o'rganib, bizga qoldirib ketgan ilmni va u kishi yashagan umrni bir-biriga olib kelinadigan bo'lsa, to'g'ri kelmas ekan. Ya'ni 63 yil umr ko'rgan bo'lsa, bu kishi qoldirib ketgan narsani 63 yilda eplab uddalashning iloji yo'q ekan. Qanday qilib ulgurdiki bu narsaga degan savol hammamiz boshimizga qotiradi. Biz kerak bo'lsa 4 ta surani yodlamayapmiz. Kerak bo'lsa bir oddiy ishlarga ulgurmayapmiz. Diqqat. Agar bir kishining maqsadi, intilishlari oliy bo'lsa, mana shu oliy maqsadlarga yetish uchun qanaqa imkoniyat kerak bo'lsa, Alloh taolo shu bandasiga ato qiladi shuni. Yana qaytarib aytaman. Agar bir kishining maqsadlari, intilishlari oliy bo'lsa, oliy maqsadda yashasa, uning shu oliy maqsadiga yetish uchun oliy imkoniyat va oliy qudratlarni Robbisi ato qiladi. Endi tushunali bo'ldimi Buxoriy nimaga ulgurganiga? Har bir kishiga uni talablariga yarasha imkoniyatlar ochib qo'yiladi. Masalan, bir odamni bor yo'q orzusi nima hozir? Sredniy odamni olinglar, o'rtacha odamni olinglar, nima orzusi? Pul, xotin, mashina, uy, ifsio. Shu narsaga yetadigan imkoniyatlar beriladi sizga. 8 silindrli motoringiz bor edi, 4 silindrli ishlaydi. Chunki orzu, umid, intilish, maqsad past edi-da, shuning uchun 4 silindrni o'tib ketasiz. Mendan 4 silindr turuvdi. Siz mana shu narsani ham, dinga, ummatga xizmat qilishni ham, xalqqa foydasi tegishini ham, ilm ma'rifatda bir cho'qqa yetishlikni ham niyat qilsangiz, qolgan 4 tasi ham qo'shilar ekan demak. Tushunyapsizlarmi ukalar? Menga bo'ladi shu, qo'y. Tilchigim o'tib turibdi. Xulosa, balandroq narsani orzusida bo'linglar, ukalar. Odamlarning hidoyatini xohlagan kishilarga Alloh azza va jalla aqliy, fikriy va bayoniy imkoniyatlarni beradiki, odamlar ko'rib hayron qoladi. 4 oyda Qur'onni yodlabdi deydi. Bor shu o'sha zamonimizda shunaqa odamlar bor. 7 oyda Qur'onni yodlabdi deydi. Desa, seni bolang ham shunaqa bola. Sen ham shu havoda olib yuribsan. Maqsadni kattaroq qo'yda, birodar. Yetasan. Shuning uchun ayrim olimlarning qilgan ishlari, qoldirib ketgan ilmiy meroslarini o'qib o'rganib, bular qanday qilib to'plab, ulgurib, yozib ketgan ekan bu qisqa hayotida deb Imom Navoiy 45 ga kirib o'lgan.
45 ga. Lekin qaranglar, qancha narsani qoldirib ketgan. Demak, maqsadni baland qilishlik kerak. Ular nima sababdan mana shunday bir martabaga erishdi? Mana shunday natijalarga erishdi? Maqsadlari oliy bo'lgan, oldilariga yuksak maqsadlarni, insonlarni haqqa yetaklash g'amini qo'ygani uchun. Bizga ham orzu umidlarimiz bor. Nimani orzu qilsak, Alloh taolo shunga yetadigan imkoniyatni albatta bizga ham beradi.